Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Mana shu Ehson Qayum fondimizni tomosha qilayotgan barcha aka-uka birodarlardan Alloh subhanahu va taolo rozi bo'lsin. Kimdir o'zining kuch-quvvati bilan, kimdir o'zining fikri bilan, kimdir o'zining duosi bilan, kimdir o'zining mablag'i bilan yordam berib kelyapti, archidan berib. Alloh subhanahu va taolo mana bu yaxshi amallarimizni qilayotgan barcha ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Birodarlar, bizga hayit kuni bir muhtoj oila bizning ofisimizga, Baraka bozordagi ofisimizga kelib birodarlar, ya'ni o'zini qiynalayotgan mavzularni aytib ketgan edi. U muhtoj oilam shuki, birodarlar o'zining bir 3 ta farzandi bilan birodarlar bir kvartirada va boshqa kvartiraga o'tgan ekan. U o'tgan kvartira sharoiti yo'q ekan birodarlar. Ya'ni u opamiz o'zi jihozlar ozligidan shu polas, gilamlarga ehtiyoj juda katta ekan. Shunga birodarlar, bizni tomosha qilayotgan barcha aka-ukalardan kimdagi imkoni bo'lsa, Alloh uchun yangisidan olib bering, billa olib borib tashlab kelamiz. Yoki uyda kimdir oshiqcha gilamlari va polaslari bo'lsa, birodarlar, bizga mana ekranda nomer qo'yamiz. Shunga WhatsAppdan yozib, faqat WhatsAppdan yozib, menda faloncha gilam bor, faloncha adres desanglar, biz borib bularni olib ketamiz va mana muhtojga yetkazamiz. Va oramizda keyin mana shu elektrik ustalar bo'lsa, Alloh uchun birodarlar, inshaalloh rozi qilamiz. Shu opani keyin uyda elektrik ishlari, o'zining ishi bor ekan, ya'ni ba'zi yerlarga ulash kerak ekan, ular svet tushirish kerak ekan va shu polos gilamlari kerak ekan. Shunga birodarlar, mana shu mavzuga befarq bo'lmasdan kelinglar, shu haqiqatan muhtojlar birodar. Bu narsani biz tekshirganmiz va biz oldimizga kelib o'zi nimalarni aytib ketdi birodarlar. Alloh uchun harakat. Biz aytdik opaga, opa, agar imkon bo'lsa, uyingiz roliklari ko'proq to'planadi desak, opa aytdi, "Yo'q, agar unda kerak dedi." Alloh rozi, shunday ifatli opalarimiz bor ekan. Shuning uchun kim o'zi bir himmati bo'lsa, biz yordam qilsin dedik. Biz shu narsani e'lon qo'yapmiz. Shu narsaga befarq qilmaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.